Köngli bilen hemmini tutkan, öylerni hem güldek tutkan. Sehnimizde eşindak işcan, anılarının hikayesi var. Ular sözü esretke makan, ular kamus, ular altın kan. Sehnimizde çiver ve çakan, anılarının hikayesi var. Bir kulida dünya tevrigen, üzün unutup persentim digen. Sehnimizde bizden hem yigen, anılarının hikayesi var. Hasretke makan, ular tamus, ular altın kan. Sehnimizde çiver ve çakan, anılarının hikayesi var. Bir kulida dünya tevrigen, üzü unutup persentim digen. Perzentim digen, sehnimizde bizden hem yigen, anılarının hikayesi var. Anılarının hikayesi var. Strategilik hamkorlashgan. Bizda shundoq analar bor, bir qo'lda beshikni tavrasa, bir qo'lda dunyoni tavartadigan. Bizda shundoq analar bor, o'z ta'sirlik hikoyalari bilan yuraklarni larzaga sola oladigan. Salom ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, ko'rayotganinglar Nijot Vali Yoqub riyosatchiligidagi Xinjiang O'zchin Yemaklik taraqqiyot cheklik shirkati tajdorligidagi Xinjiang Bakira xalqaro savdo cheklik shirkati alohida qo'llagan Ana hikoyasi programmasi. Ko'rman do'stlarimizning yana davomliq ekranimizga ishtirok qilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Bizning bu sahnamizda bugun qaysi ana o'zining ta'sirli hikoyalarini bizga aytib berdigandi hamda shu hikoyalar orqali bizga madad, ilhomlarni baxsh etadigandu. Undaqda u zodi kimdi? Uning bugun biz bilan ham bahrlanmoqchi bo'lgan hikoyasiga qanday hikmatlar jug'urilgandu? Qani qizg'in chavaklarimiz bilan Rayhongul muallimni sahnamizga taklif etamiz. Sahnamizga marhamat. Salam muallim. Salam Nijot. Sizni ko'rib xursand bo'ldik. Xush kelibsiz. Salam, elni söygen muhtaram ustozlar. Salam, televizor ekran oldidagi ko'rmanlar. Turpan Pichandin kelgan Rayhon Ömer muallimdan hammanglarga sevginish salam. Bo'ldi Rayhongul muallim, undaq bo'lsa, oldi bilan bizning suyimlik ustozlarimizga, naq maydonimizga, aziz mehmonlarga hamda ekran oldidagi ko'rmanlarga o'zingiz haqida tunishtirish bagash azroq bir tushuncha berib o'tsangiz. Men o'zim Turpan Pichandin. O'zim o'qituvchilik bilan shug'ullanman hamda. O'qituvchilik hayotimningki yana bir muhim bir qismi men musiqa o'qituvchisi. İsimni bilsem opam nayt chiroyli naqsh aytadiganchu. Opamning shundoq chiroyli ovozi bilan aytgan naqshlari kichigimdan boshlab menga hamroh bo'ldi. Shu sababdan bo'lsa kerak men shu boshlang'ich maktabning 3-yilida o'qiyotgan vaqtlarimda maktablar ara kuraklar bo'ldiganchu. Shu kurakda numur qatnashtirish sababi bilan men sinfda haliqi kelizunadin pişanandaki tədin
baxt guli echilar jafoliq ishlagan yerdan Menimcha musiqa o'qituvchilari buni qo'shiq shaklda emas, balki naqsh shaklda bizga aytib bersa, texmi yiqishliq tuyg'u berdi. Musha ovozingiz bilan shu naqshni bir anglaydi. aytib boqaymi? Ikki misra. Baxt kelib to'nadi, peshonangda ketadi. Baxt guli echilar jafoliq ishlagan yerdan. Shu naqshini aytib bo'libmi? Lay la 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 la. Mishani mushundaq o'xshash aytolganimdan o'zim xo'shiblam. Shuni bizning sinf mas'ulimiz anglab qopti. Shuni ular ash musobaqa rayxansan qatnash deb. Shunga 3-sinf vaqtimda mushu naqshini aytib birinchi bo'ldim. Vau. Birinchi bo'ldim. Shuni endi bu menga shunchalik bir turtki bo'ldi. Shu vaqtdan boshlab meni shu o'zimlikchilik shu yerda ko'rganlar adam meni naqsh aytdi. Naqsh aytib bering qizim deydi ekanda. Naqsh aytdi deb bildi. Endi shuning bilan mushu ishlarning turtkisi bilan maktab o'tkazilgan barliq faoliyatlarda Rayhon naqsh aytdi. 87-yildan 90-yilgacha Turpan Sifanda 3 yil müzik ma'rif kasbida o'qidim. Vau. Sizning o'qiyotgan vaqtlaringiz mening endi tug'ilgan vaqtlarimga. Musiqa kasbi, san'at kasbi kishini kundan kunga yashartiradigan, kundan kunga chiroyli qilib etadigan bir kasb deb o'ylayman. Shunlashqimi, mayli Mehrigul muallim bo'lsin va yoki Xosiyat Qurbon xonim bo'lsin va yoki Asqar Iqbapandim bo'lsin, salonlarda, turbatlarda, do'yinlarda rasmlari, filmlari chiqib qolsa, mushlar qiyrimamdigandu deydigan tema hammasiga o'rtaq bo'lishi mumkin. Qachonlik qarshi shundoq, hattoki nurg'unlari kundan kunga yashirib ketib bordi deb. Chunki san'at haqiqatan bizning ruhimizni davolaydigan bizga xushluq ato qiladigan bir kasb. Qirg'anchada o'zingizning bu kasbingizni intayin suyunadi ekansiz. Yaxshi ko'rma. Bek yaxshi ko'rma. Mushu kasb qiziqqan har bir odamning yuragida bir o't buldi-chu. O'qigandan keyin mustaqbal o'zini namoyon qilish fursatlarga erishishni orzu qildi-ku odam. Men 30 yil bo'ldi. Mustaqaraq sahnalarda bir naqsh aytib olsam, qanday bo'la deb undaq o'ylarim bor bugun mana. Endi ustozlar bilan yuz ko'rishib o'tiribdi men. Hammanglar mening qalbimdagi, yuragimdagi eng buyuk ustozlar oldi bilan sizlarga yana bir qatim salom. Rahmat muallim. Albatta, har qanday bir orzuning ro'yobga chiqishining tunji qadami uni xiyol qilish, uningga umid bog'lash ham mushu yo'lda tirishishga tunji qadamni besishdan boshlandi. Agarda xiyollarimiz shu joyida qolsa, u ko'pikka aylanib ketishi mumkin. Ammo go'zal xiyollarni surish bilan birga shu xiyolni qanday qilsam amalga oshira olaman degan planimiz bo'lsa, ham mana shu planlar ustida izlansak, u holda balkim ko'ringan tog' jiroq emas deb bizning orzu armonlarimiz yaqin kelgusida ro'yobga chiqishi mumkin. Mening siz haqidagi tarjimonlikni ko'rish jarayonida bilganlarimdan sizning va ham shu san'at kasbiga bo'lgan orzu armonlaringizning dastlabki go'zal xiyollardan boshlanganligi aytilibdi. Shundaqmi? Shu hikoyalarni anglab boqayli. Bu sizlarga desam ajoyib bir xiyol. Chu. Endi naqsha men san'atniki har qaysi shakllarga, turlarga bek qiziqaman. Masalan, sizni ko'rsammi men do'rab boqaman. Shu riyosatchilikdan tutib, shu chiqqan ekran chiqqan hammasiga shunchalik havas qilman. Sizga go'zal tuyulgan har bir holatni do'rab boqmangiz keldi ekanda. Aynakka qarab, taz do'rab boqaman. Ana lekin endi go'zal xiyollar kelgan vaqtning o'zida ismdan bek chiqmaydigani shu. Taxminan 5-6 yillar bo'ldi. Ishtinka o'tirib aşık mashga ikkichilak ko'mirni qo'ydim men. Uni sevitib qarab o'tiribla turib naqsh kechiligi o'tkazish xiyolimga qoldi qarang menga. Nada o'tkazgingiz keldi? Endi yo'g'on bir sahnada. Shunchalik istil bir sahnachu meningki. Naqsh kechiligi o'tkazay deb plan naqshlarni o'zimning xiyolida. Aşu mashni ko'chilg'ishni qo'limda tutib o'tirib naqshlarni aytdim, xalq naqshlarini aytdim, ommabop naqshlarni aytdim, go'zal ovozli naqshlarni aytdim. Shuning bilan aytib bir xiyolimda aytyapman-chu.
turupla nemini o'ylab qoldim desangiz, men riyosatchilikni qildigan tursam, o'zim riyosatchilik qilaman. Kechiligimga o'zim riyosatchilik qilsam mamdo. Olashar, bizning ishimiz yo'q ekanda endi. Shuning bilan o'zimning kechiligimga o'zim riyosatchilik qilmoqchi bo'ldim. Chiroqchilik, operatorliklarni nega o'ylashmabsiz-da? Shuning bilan turupla, bu qanday bo'lib ketdi? Men endi kiyim almashtirish masalasi bor-da bu yerda. Men riyosatchilik ulguramaysizda. Ulguramay qolsam qanday qilarman? Bu yerda qanday? Arliq bir numar qisishimiz kerak. Shu. Mening inimim naqsh aytibdi. Shuning bilan shundoq o'tirib ketibdiman. Shu qo'limda o'choq qo'lg'ish. Shunday o'tiribdiman. Bir vaqtning o'zida igizli birsi kash tamoq etmadingizmi? Debli kirdi-chu. Mening yo'ldoshim igizchu, evet. Shuni bilan bunda qarab alqi boshqa yangiz bu qoldim men. Anqiramay qoldim. Sizning kechiligingizni buzib yetib qoldi-da. To'kni uzib yotgandek bo'lib qoldi. Kechiligim buzilib ketdi, qarang. Shuni bilan deb bunda qarsam, haliqi mashda mushunchilik cho'g'imi qolmabdi. Demak, qanchalik vaqt ketgandi shu xiyoliga? 4 soatga yaqin vaqt. Kechiligingiz bo'lsa 2 soat tugab bo'ladi, siz bak astoydil tayyorlik. Bak astoydil tayyorlik qildim. Men mushu ish bo'lgandan keyin haqiqatan o'zimning yuragimda shunchalik bir o'tning borligini bek cho'nqir his qildim-chu. Shuna bo'lg'achqa menga mana bugun Nijat Valiyaqub siz bilan o'tiribdim ama sahnada. Xursand bo'ldim. Sizning do'rapaqmanchu ba'zi vaqtlarda. Bo'ldi, chataq yo'q. Shuna bo'lgan keyin men bugun shunday bek xush bo'ldim. Rahmat muallim. Amaliyotda sizning bu tatlı xiyollarınız menimcha mumkin bo'lmaydi emas. Chunki amaliyotimiz Ana hikoyasi programmamizda ekran oldida nurg'ulg'an korxonchilarimiz, san'atni qo'llaydigan do'stlarimiz birlikda ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Shundoq bir ep kelib qolsa, fursat kelib qolsa, balkim programma nomidan sizlarga o'xshash suyimli onalarga yoki mas'uliyatchan o'qituvchilarga, bizning aziz mehmonlarimizga konsertlarni o'rinlashtirib qolamdik. Bunimi bir narsa degil olmaydi. Har bir ishninki boshlanishi oldi bilan go'zal tilak, go'zal xiyollardan bo'ladi ekan. Andın onu aldırmay ro'yobga chiqardi ekanmiz. Shu xosiyat Qurban rejissorining pachiqiga chingla esilsangiz, ish qilib bu yilmisimi kelajili sizni shu televiziyada konsert qilib beramizmi, bir ashki numaringizni e'lon qiladigan fursat yaratib berdi. Shuningga xosiyat xonim g'urcha vaqt beryapmiz. Bo'ldi muallim, siz to'g'risida o'zingizning orzu armonlaringiz to'g'risida paranglar bilan suhbatimizni chiroyli boshlab oldik. Albatta o'qituvchi bo'lish menimcha nuqul onunğa ders beriş ya kasb öğütüş emas, belki özünün faziletinden, ademiyliginden, mesuliyetçiliginden öğüt berishni o'z ichiga oldi deb o'ylayman. Bizning jamiyatimizdagi, bizning hayotimizdagi dal ana shuningdek bizga ham ota, ham ona bo'la olgan suyimli ustozlarimiz hali hamgacha tillarda yod etildi. Hayot bo'lsa, yo'qlab boramiz, bizdan vaqtsiz ayrilgan bo'lsa, ularni eslab turamiz. Menimcha sizmi o'qituvchilik bir mas'uliyatini mana shundoq bir har tarafdan o'quvchilarga mas'ul bo'lish deb qaraysiz-ku deyman. Shundoq. Boshqalar deydi-ku, o'qituvchi inson ro'yining injeneri deb. Yana ba'zilar deydi-ku, o'qituvchi ham jafoliq, ham sharafli xizmat deb. Men deyman, qarang, o'qituvchi degan muhabbatli kasb. Men shunday bo'lg'achqa shunchalik yaxshi ko'raman. Bunda bir misralarni degim kelyapti, qarang. Muallim qarg'uning ko'zini ochar. Dilga ma'rifat chirig'i yoqar. Muallim ajrida 100 ming iz bosar. Tugumas va bitmas. Aql kuch topar. Rahmat. Shunday bo'lg'achqa o'qituvchilikni yaxshi ko'raman. O'zimning o'qituvchi bo'lganligimdan shunday faxrlanaman. Bo'ldi, o'qituvchilik to'g'risida so'z bo'lyapti. Biz o'qituvchilik kasbi to'g'risidagi temamizni oyoqlashtirishni ilgari bu vaqt shunday bir hikoyani o'qiganim, ham hikoyadagi mazmunlar va yodimda bor. Bir zamonlarda bir o'qituvchi sinfga dars o'tishga kirganida bir o'quvchi arz etib, o'zining yangi olgan qalamining o'quvchilar tomonidan ilminganligi to'g'risida so'zlab beribdi. O'qituvchining yomon achchig'i kelib, barliq o'quvchilarni tamog'i qarab turishga buyuribdi hamda bu o'quvchilarning yanchiqini aqtirib, ularning arasidan biraylarning yanchiqidan bu qalamni tepib chiqibdi hamda egisiga qaytarib beribdi.
Ardın kunlar o'tibdi, oylar o'tibdi, yillar o'tibdi. Alazal 20 yil o'tib, bu o'qituvchi pensiyaga chiqib, mo'yspitga aylanib, yo'lda shundoq ketayotganida qamlashgan bir yigit mashinasidan sakrab tushib, bu muallimni ching'ida quchoqlabdi. Hamda muallim, esingizda bormi? Shu vaqtida siz mening yanchiqimdan qalamni elib, egisiga qaytarib bergan edingiz, ammo mening obro'yimni qilib, g'ururimning sunib ketmaslik uchun o'quvchilar oldida ismimni atmagan edingiz. Shuningdek men o'zimning qilganlarimdan intayin xijolat bo'lgan hamda yaxshi odam bo'lishga va'da bergan edim, deb ustoziga so'zlabdi. Ustozi hayajon ilikida ko'zlariga yosh turib, "Jinim bolam, amaliyotda shu vaqtida men sizlarga boshqacha qarashda bo'lib qolmaslik uchun o'zimning ko'zimni etib olib turib sizlarning yanchiqinglarni aqtirgan edim. Shunlashqa men sizning bu qalamni ilib olganligingni bilmaydim" deb javob beribdi. Menga bu hikoya bek ta'sir qilgan. Demak, o'qituvchi har bir o'quvchiga o'rtaq muomala qilishdan iborat odillikni o'ziga nizom qilgan. Barliq o'quvchilarni o'zining farzandidek mehr muhabbatlik muomala qila oladigan ajoyib suyumli inson. Bizning suhbatimizda nurg'un suyumli o'qituvchilar bilan paranglashgan bo'ldik. Ularningki o'quvchilarga bo'lgan mehr muhabbatidan huzurlangan bo'ldik. Sizmi ham shular qatorida bizning hurmatimizga erishdingiz. Rahmat. O'qituvchilarga nisbatan o'quvchi tarbiyalash intayin muhim, ammo o'qituvchi bo'lishdan burun siz bir ona. Shundaqmi? Menimcha o'quvchi tarbiyalashning tunji qadami balkim o'zining farzandlarini yaxshi tarbiyalashdan boshlansa texmo muvaffaqiyatli bo'ldi deb o'ylaymiz. Ham shaxsan mening o'zimning qarashimdami, o'qituvchilar cho'qim o'zining farzandini yaxshi tarbiyalaydi, ham tarbiyalash kerak deydigan bir tuyg'u bor. Undaqda oiladagi siz, onalik obrazida siz haqida ozroq anglab baqsaq. Analig'im to'g'risida so'z bo'lganda hamda men boshqa analarga o'xshashla bir oddiy bir ana. Mening 2 farzandim bor. Bir anaga nisbatan aytgan vaqtning o'zida o'z farzandlarining arzusini muhim o'ringa qo'yish ajoyib muhim kechu. Albatta. Mush onalik jihatdan bolalarimga ko'rsatgan mehr muhabbatim qaraganda yanala mush o'qituvchi hayotimdagi o'quvchi bolalarimga ko'rsatgan analig'im bekrak muhim rol o'ynaydi deb o'yladim endi o'zimcha. Nima desangiz, her tug'ilgan kunlarimda shu muallim desa, bolalarim ko'z oldimda shundoq sog' salomat, shundoq ruhiy jihatdan, jismoniy jihatdan shundoq sog' salomat cho'ng bo'ldi. Xuddi bularga ko'ngil bo'lmasam bo'ldigandek endi. Shundoq bo'ldi, lekin bolalarim bularga ota-onalar suhbat yig'inlar deymiz. İçip durumuz, gaqib durumuz, so'zlab turamiz, bo'libmi ruhiy jihatdan. Sizlar ang noch, ang qaltis. Mushnaq tarbiyalar bilan chiqib nurg'un bolalar 24 yil panjurum bo'ldim men. 24 yil jarayonda nurg'un qarar bolalar chiqib qo'limdan chiqdi desam bo'ldi. Rangul odam qarmoqqa balkim o'qituvchi bo'lganlik uchun bizga nihoyatda yosh, nihoyatda tetik bir tuyg'uni berdik. Bolalarim aspirantlikda oliy maktabda o'qiyotdi degan vaqtida shaxsan menmi intayin hayron qoldim. Qaragan chaqda o'zingizniki kutinishingizga, o'zingizning ro'yi oltingizga intayin ahamiyat beradigan o'xshaysiz. Ammo aldirash emasmikin, jiddiy emasmikin desam, yana tarjimoningizning o'qish jarayonida sizning o'z farzandlaringizga qo'shib oilangizda yuz bergan shu ko'ngilsizlik sababidan sizning qarashingizga ehtiyojli bo'lib qolgan singlingizning qiziga ham ona bo'layotganlik hikoyangiz menga intayin ta'sir qildi. Agarda mushu o'tmishni, mushu kashmishni azobliq deb o'ylamasangiz va yoki biz bilan ham bahrilanishni xohlasangiz, tilga ilishni xohlasangiz, anglab baqsaq bo'lamdi. Shundoq chiroyli guldek bir singlim bor. Rayhongul, Ranagul desa, opam 2 qanotim, bir jup qizim, bir jup qanotim deydi-chu. 2018-yili 6-oyning 15-kuni shunchalik bir tuyuqsiz bir ish bo'ldi. Qiz singlim mush Urumchida kursda o'qiyotdi. Shuning bilan atis maktabga keldim ishqa. Ishqa kelib somkamni mushnaqli qo'ydim. Bir telefon bilan singlim yo'qolib ketdi. Rana yo'qolib ketdi. Şu vaqtning o'zida qarang, bir ko'zimni ochsam bir uyda yotaman, bir ko'zimni ochsam bir uyda yotaman, bilmayman. Nim ishlab bo'layotganini bilmayman. Shuningdan e'tiboran menga bir ish bo'lib ketdi.
Asman jiroq, ya qattiq deganning ma'nosini men his qildim. Men she'rlarni his baqdim. Hech nima tasalli topolmadim. Kamidme aslimni topolmadim. Nima desangiz, men burun shunchalik xushal. Chunki ikki otam hayot meningki. Ular degan yo'ldoshimni shunchalik qo'llaydi, hamma ishimni shunchalik qo'llaydi. Shundoq bo'lg'achqimi, yana bir jihatdan qarang, shu riyosatchilik. Hamma to'y-to'kunga borsam, voy rayam ma'lum, bir gap qilgan bo'lsangiz, men merkin boshlab bergan bo'lsangiz desizlar, dekili chiqib, voy chiroyli shu so'zlab birman naqslan et birmadanga to'y muboraklar, Layli Majnunlar aytildi. Ashundaqlimikin debdime bu dunyoni bundaq men chidamadim ustozlar, men bek chidamadim. Shuning bilan men qanday qilma? Apamga dedim, apa, biz qanday qilamiz endi? Mushkullarni qanday o'tkazamiz, apa? Biz qanday qilamiz desam, apam bishim silab tur. Balam, bamba. Qanday o'tkazatdik balam? Xalta tag'an yulab, tağa xaltiga yulak bo'lib, bir-birimizga hamdam bo'lib mustaq o'tamiz. Shundaq yashaymiz balam. Bir kun o'ssingizmi, bir kun yashasingizmi, go'zal yashang. Siz go'zal yashashga, tatlı yashashga, undan yashashga haqli. Apam menga shundaq dedi. Mush jinim apam menga shundaq dedi. Shuning bilan ha dedim, as-singlimning bolalarni bir jup o'g'ildan ha ular. Bir jup o'g'il, bek tatlı bir jup o'g'il. Şunun bilan öge akilma o bolalarni jup taraf unda qilib qisam kichigi. Ilqi nim deyma endi o kichigining gaplariga. Ayapa deydi meni. Ayapa. Men bilan o'yna. Men bilan o'yna desil yurgim oxirida-chu. Men bilan o'yna deganlar uy yasab o'ynaymiz. Uy yasaganlar aş o'zining uyini yasaydi-chu. Otamning mochinchi, opamning motuti. Aşu gap chiqdi. Ayapa resimsiz be. Resimsiz be degan killa uya nim gap chiqdi desangiz, opamni. Ayapa opamning chechin ujuq mushnaq deydi, qarang. Yurgim ezilib ketdi yilq gaplarni anglasam. Rayangul xonim, albatta, demak, o'qituvchilik o'rningizdan boshqa, oilangizda, o'zingizning turmushingizda, o'zingizning va adangizning bolalarga ona bo'lib, ularniki sog'lom, ruhiy jihatdan sog'lom, jismoniy jihatdan sog'lom, aqlliq cho'ng bo'lishiga bir turtki bo'lib yetibsiz. Bu bizni xursand qildigan tarafi. Undaqda bizning bugünkidek shundoq bir ko'ngillik suhbatimizda bu temalar sizningki dilingizga azor berib qo'ymasligini chin ko'nglimizdan umid qilamiz, ammo bir jasoratli, g'ayratli onaning hikoyasida mana shuningdek o'tmishlarning bor ekanligidan bizmi hayron bo'ldik hamda bu kunlarning kammasga ketishini, buningdan keyingi hayot safaringizda, onalik safaringizda sizning qadamlaringizdan texmo gulgudistonlikqa to'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Suhbatimizning oxirida agarda sizga minnatdorligini bildirib olsak, kimlarga minnatdorligingizni bildirasiz? Minnatdorlik qilgan vaqtni o'zida ikki otam, ikki opamga ular hayot. Shunchalik sog'-salomat turibdi. Ular meni har jihatdan qo'llab, mana bu yerga akeldi. Anandan keyin yo'ldoshim shunchalik endi har jihatdan meni qo'llab, menga madad berib, ilhom berib kelyapti. Hatto yo'ldoshimni ay singlimning bolalari shunchalik yaxshi qarab, ashu balla yo'ldoshimni ko'rsim, yugurib, etilib berib ata deyalaydi-chu. Shuna bo'lg'achqa yo'ldoshimga minnatdorligimni bildiraman. Anandagi suyimlik o'quvchilarimga. Suyimlik o'quvchilar mening borlig'im. İki farzandimga. Bular hammasi mening borlig'im. Men bularni jinim bilan yaxshi ko'raman. Sizlar bo'g'ashqa, sizlar meni qo'llag'ashqa, mana men bu yerda o'tiribdiman. Rahmat. Bo'ladi, sizning bugungi hikoyalaringizni anglagandan keyin o'qituvchilik hurmatiga ega bo'layotgan va yoki onalik shuhratiga ega bo'layotgan ham shundaqla otiliq o'rni bilan mushi hikoyalarga quloq solayotgan bizning ustozlarimizning qandaq bir yurak so'zi borligini anglab boqaylik. Yana davomli so'z navbatini Mehrigul xonimdan boshlaylik. Marhamat. Şinjan Abida Kasbiy pay cheklik şirketi strategik hamkorlashgan. Rayangulning o'qituvchilik sahifasida ham xushallığı, hem sevgisi,
hem Qayg'usi. yo'liqqan qayg'usi menga yomon ta'sir qildi. Chunki mening ona kasbim o'qituvchi. Yani o'quvchilarning bolalarim deyishlari xuddi mening qalbimga shundoq bir o'tni qo'yib atgandek. Men mana shu asqarlarni bolamla deydim men. Abay Meni bu balam deydi. Ha, bolamla deyman. Hadadis ochig'im keldi. Opali degina deb. Bu o'qituvchida uzun muddat men 40 yil o'qituvchilik qilib pensiyaga chiqdim bu yil. Ilqi o'quvchilar bilan davomli belli yurish jarayonida xuddi o'zini onaning o'rniga qo'yib olgan, onalik hissiyat, o'qituvchilik hissiyatini besib olgan, shundoq bir cho'nqur hissiyat shakllanib qoladi ekan. Chunki mening tajribam bo'yicha o'quvchilar mayli u qaysi millatdan bo'lishidan qat'iy nazar kasb to'g'riliq, bilim to'g'riliq billa uchirish jarayonida hatto ba'zida turmushdan billa bo'lib ketamiz o'quvchilar bilan. Shunlashqa o'zini ona qatorida, ashning igisi qatorida qo'yib olgan hissiyat shakllandi ekanda, uzun muddat o'qituvchi bo'lgan. Men Rayhongulning ustidan men shuni ko'rdim. Bolalarim o'quvchilarni shunchalik o'zining bolasidek ko'rishlari shundoq menga qattiq ta'sir qildi. Rahmat opam. Suyundim sizdan. Rahmat. Anandan keyin qizim aspirantlikda o'qiydi deysiz, o'zingiz qarsam kichikdan bir qiz texi endi to'y qilib bolalar ve 6-7 yosh kirganda desam. Demak, qalbining go'zalligi chiroyiga chiqqan. Abay Nijat o'g'lim dedi, odamning qalbi go'zal bo'lsa, o'zim yosh turdi ekan deb. Shuningga qalbingizning go'zalligi, o'zingizning oq ko'ngilligingiz, yaxshi bir ona, yaxshi bir o'qituvchi, sizdan faxrlandik, suyundik, hikoyalaringizdan ta'sirlandik. Salomat bo'ling. Rahmat opay. Rahmat muallim, rahmat. Rahmat. Qani Asqar apandim. Rayhongul muallim Lüksünün gülüğü deymesiz ha? Rahmat. Anasiga özü şunçilik bir ümit var, anandikin cengi var. Rayhongul muallimning bir alayligi, bu adamlar yok bir yaxshi alaylik ekan, bu üzülen paranglışalaydı ekan da. Özü bilan o'zi retorik xitob qila oladi ekan. Özü bilan o'zi mungdishalaydi ekan, paranglışalaydi ekan. Bu xususiyat mendan bocha, men jiq vaqtlarda parang qilmay o'zim mungdishima. Oyguldan chuchib ketdi qachon davatsiz da. Chiqdi-da sirtiga. Nima desa, jiq planlarni o'zim bir xil yolg'izlikni yaxshi ko'rma, bir xil jimjit holatda. Chunki bir ishlarni o'ylayotgan vaqtida tuyuqsiz ilham keladi. Endi Rayhongul muallimdimi shunday bir haqiqiy bir san'atning bir g'ayri bir tuyg'ulari, ashtaq bir nimlari bor ekanda, shuni o'tirib men o'zim o'ylab ketaman, mama gap degandek. Shunlar kechlikda men o'zim 4 soat ichida o'tirib, mashinaning oldida qilib chiqdim. Bu xiyolni yaxshi go'zal surishning o'zimi bir odamga bir huzur bag'ishlaydi. Ha, huzur bag'ishlaydi. Xiyolni go'zal sur. Güzel sürüp xiyolingga yetamsan, tabassum qil. Demak, arshkilisi bor ekan sizga. Ha, hammasi bor ekan. Rahmat. Mana siz hammadan muhimi bizningki yez qishloqlarimizda, jafoliq joylarda sizga o'xshash o'qituvchilik qilayotgan, ajoyib to'kib qo'shgan o'qituvchilarimiz bor. Ekran oldida, masalan, biz o'tirib her zaman, her vakit birinchidan ehtirom, bir hurmatimizni bildiramiz. Sizlarga o'xshash o'qituvchilarimizga. Ham biz yana birisi bugun billa o'qituvchim bilan o'zimmi billa o'tirib mishada sizga o'xshash atgan yoqqa bizga shunchalik ta'sirli hikoyalarni so'zlab bergan go'zal o'qituvchilarimizning bir hikoyalarini, buyuk onalarning hikoyalarini anlayapmizda. Appaymi da'vatidir bizga o'qituvchiligimizdan bakroq bizni besib ketadigan onalik muhabbatimiz. Shunga sizga ikki bola
amanet qilibdi qarinishingizdan. Chunki bu sizga bergan cho'ng hadiyalar. Albatta. Mush fursatni sizga beribdi. Buning o'zimi sizning o'zingizning esilligi, yaxshiligi. Siz da'vatsiz. Men analıqdan, o'qituvchilikdanmi ko'ryapman, analıqdanmi bir mehribonliklarni his qilyapman. Sizga o'xshash analık vesip ketgan o'qituvchilar bir mehr muhabbet bilan yurayotgan. Nurg'un natijalarini ballardan ko'rayotgan o'qituvchilarimiz, analarimiz aman bo'lsin. Rahmat. Rahmat Asqar aka. Xasiyat muallimning programmamizning film ishlovchisi shundaqla bizning hurmatli baholovchilarimiz jumladan bizning yaqinlarimiz qatorida turib qanday bir yurak so'zlari bor ekan Allah baqayli. Men Reyangulning ma o'qituvchilik kasbiga faqat qanmay ketayotganini his qildim. Faqat to'ymay ketayotganini his qildim. Hatto o'zi bir layoqatli o'qituvchi bo'lganlik uchun texim bir sifatli ona bo'libdi. Bolalarni shunday yaxshi tarbiyalabdi. Demak, odam rohat yashagan uchun baxtli emas, umidli yashagan uchun baxtli bo'ldiga o'xshaydi. Nemishqa deganda o'zining bir orzusi borki, yetamayotgan abayaqi mashina oldida o'tirib kechilik qilgandekchi. Lekin bunda qarsam o orzusining nima ekanligini shu mashina oldida his qilibdi. Boshqa vaqtda nemaga shuncha ular tashna ekanligini bilmaydi ekan u. Shunchalik bir tirishchanlik ekan. U nima ekan desa, yana o'ylasam, onalik ekan u. Qandaq desam, o'sha mehrini bütün hayatını o'qituvchilikqa, bolalarga, maktabdagi bolalarga, oiladagi bolalarga bag'ishlagan onalik mehriga o'zi bilib bilmay tek qanmayotgandek his qildim. Har bir gapda bolalarim, o'quvchilarmi bolalarim, o'zining bolalarim. Endi kelishmaslik doim hammamizning beshiga har xil sabablar tufaylidan keladi. Singlisdan ayrilib qopti. Demak, buningda yana siz endi shuningdimi yana baxtli ekansiz, singlingizni ikki o'g'li sizga hadiya qilibdi. Ana bo'lgankanmiz, oldi bilan oilada o'qituvchi bo'ldik ekanmiz hammamiz. Shuning o'xshash siz oiladagi o'qituvchiligingizdan boshlab maktabdagi o'qituvchiligingizgacha siz qanmayotgan bir go'zal kasbni so'yib kelibsiz. Garchi cho'ng shaharlarda yoki cho'ng oliy maktab va yoki cho'ng maktablarda bo'lmasmi, shundaq bizningki eng go'zal yurtlarimizning biri bo'lgan Turpanda, yana Turpanning mo Pichanda, Pichanning mo Lukchinda degandek. Lekin siz yana ashadimi ulug'liq oddiylikda deb nayt bir ulug'var kasbni oddiy o'rinda voyaga yetkazib o'rinlab o'tibsiz. Buningdan keyin davomli o'zingizning o'sha onalik mehringizni berib, yana nurg'unlagan bolalarni yaxshi tarbiyalab jamiyatimizga texim yaramli avlodlarni qilib o'zingizning bolalarga o'xshash, o'zingizning bolalarini tarbiyalagandek tarbiyalashingizni umid qilaman. Buningdan keyingi ham shundaqla san'at hayotingizning yaxshi bo'lishini umid qilaman. Ham shuning qitilib, o'zingizga bor bo'lgan san'at aloyidlikni o'quvchilaringizga davomli turda singdirib, ashularni tarbiyalashingizni umid qilaman. İşleriniz oңushliq bo'lsin. Rahmat sizga. Kunlarning birida naqsh kechiligingizni xiyolingizda emas, singlim Xasiyatning rejissorligida, o'g'lim Nijatning riyosatchiligida o'tkazishingiz tilakdoshman. Rahmat. Rayangul xonim, amaliyotda bugun biz o'xshamagan sohalardan biriga jam bo'lgan bo'lsakmi, bizda bir o'rtaqlik bor ekan, u bo'lsa-mu, go'zal so'z, go'zal tilak. Biz bir kishining doim chiroyli so'z qilayotganligini ko'rganimizda uning yaxshi odam ekanligiga ta'bir berishimiz kerak. Chunki chiroyli so'z chiroyli qalbdan chiqadi. Chiroyli qalb chiroyli muhitda o'sib etilgan bo'ladi. Mayli so'rinimizga mehmon bo'lgan siz bo'ling, sizni kutib olayotgan, sizga sohibxon bo'layotgan bizning suyimli ustozlarimiz bo'lsin. Hammasi o'zlarining eng chiroyli izgu tilaklarini sizga hadiya qilish orqali sizlar emas, balki Lükçündeki ana şu urug' tuqqanlarimizga o'z salomlarini yo'llayotdi. Bizning mushu salomlarimizni issiqida shu tuqqanlarning huzuriga elib berishingizni chin ko'nglimizdan umid qilamiz.
Siz arqılıq barlıq hər millətlik üçündeki dostlarga ali ehtiramımızı bildirimiz. Aldığımsan programlarımızda ustazlarımızga və ya ki mihmanlarımızga sanatkarlarımız yıqımlıq avazlardan güldəstilər tızğan idi. Amma bugün siz özünüz bir naqşçı, sizin naqşınızda muşu səhnədə anılsaq deydiğan armınımız var. İcazət bolsa ustazlarga orlap bəsiniz. Bu men üçün bək çoğ şərəf. Rahmat, qanı rəhmət. Şinjan Abida Kəsbi Pay Çəklik şirkəti strategilik həmkarlaşqan. Alnılap saydeptu Şaşafidan ey dolu Şaşafidan ey dolu Ya bizden yaman Lapta örgüler Bulut dostan ay dolu Ya bizden yaman
Rəngül xanım köngüllük təmlə həmişə ayet qısqa bulduqən naxışlarınızға qulaq saldıq, hikayələrinizdə tanışdıq. Menimcə ekran aldığındakı görünmələrimiz həm bununla qanmadı, amma vaqt çəklik işinmə bizə keyin lükçünge berib sizin hikayələrinizə qulaq saldığan fürsətlər yetib keladi. Şuningdan ilgari programmamiz nomidan jumladan programmamizni qo'llagan Şinjan Berginaz Xalqaro savdo cheklik sherikati nomidan ular tayyorlagan bir dona chiroyli oltin uzuk bilan mana shu katta sovg'ini sizga hadiya qilishni to'g'ri topdik. Topshirib bering. Sog'lom bo'ling, har vaqt chiroyli bo'ling, oltindek qimmatli bo'ling. Rahmat. Rahmat. Rəngül xanım, ekran aldığındakı əziz görmələr, suyumlik ustazlar. Şunun bilan Şinjan Özçin Yeməklik Tərəqqiyat Çəklik Şirkəti tajdarlığıdakı Şinjan Bakira Xalqaro savdo çəklik şirkəti alayida qo'llagan Ana hikoyasi programmamiz vaqt e'tibori bilan mishada oyoqlashdi. Albatta bu san programmamizga qadam tashrif qilgan suyumliklarimizga rahmatimizni bildirish bilan birga, yana keyingi san programmamizda o'z hikoyasini aytish oldida turgan mehmonlarimizni betoqatlik ilgari kutamiz. Men riyosatchi Nijat Vali Yaqub. Keyingi san programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.